Hürmetli vatandaş, endi sizge muhakeme. Bugün çizler 2020 10. ayının 29. günü haftaga Perşembe. Biz tünügünlerden sizler ahir qatam tapşırganlık şeyimizde Amerika Qo'shma Shtatlarning Davlat Majlisi Kengash palatasi, Kengash palata a'zosining senatorlari Jungo'ning Şinjan Uyghur Abdunum rayonida yo'lga qo'ygan siyosatini irq yo'qotish deb belgilash qaror loyihasi o'ttirg'i qo'ydi. Ondan avval 23. kunida Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Majlisi a'zolari Uyg'urlarga siyosiy musofirlik salohiyati berish, Amerikadagi Uyg'urlarga siyosiy musofirlik salohiyati berishni o'ylashdi yoki qaror qildi. Bu yerda siyosiy musofirlik salohiyati berish, shu millat, shu odamlarning siyosiy salohiyatdan qayerga berib taqilishi masalan, bularda shundoq siyosiy orzu bor. Shu siyosiy orzu, siyosiy maqsad bilan billa bular shu ishni yoki mavjud hukmronlikqa qarshi turganligi uchunlar shundoq salohiyatga, siyosiy musofirlik salohiyatiga ega bo'ldi. Biz bunun yuqorqi chek numarini masalan qanchalik kishiga berish masalasini bekitishimiz kerak degan so'zni aytdi vatandoshlar. Shundaqla Amerikada yashayotgan Uyg'urlarni qo'g'dash degan masalani buni ichiga qistirib keldi. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungo'ga qaratgan yoki Uyg'urlar masalasi bo'yicha Jungo'ga qaratgan siyosatida yana negizlik o'zgarish bo'ldi. Men tunuganlik siyamdi dedim. Agar mushu qonun loyihaga aylanib, mushu qaror loyiha qonunga aylanib, masalan prezident imzo qo'ygandan keyin degandek qonunga aylanib ketadigan bo'lsa, sizga bizga Xudo xolisa avvalida Allohning nusrati yetib kelgan, undan keyin Amerika xalqi va Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati bo'libmi? Mushu kunda hozir navbat prezident Trump hukumatining Uyg'ur masalasini to'nig'anligi, bilganligi va bu to'g'rida bir og'iz, ikki og'iz gap qilgandimi, qattiq gap qilish paytining yetib kelganligini ko'rish farz hurmatli vatandosh. Bu yerda irq yo'qotish, bu jinoyat belgilangan hamon vatandoshim shuni bilib elinki, biz belki bunu to'liq tushunmaymiz. Taktiği yetelmeymiz. Biz siyaset sahasına endi yetip kilovatkan tağı siyaset degen bu basqıçqa qadamı basalmagan. Mundaq aytqanda bundaq aytqan vaqtida biz bu tarbiyada bo'lgan emas. Bu jarayonni boshdan kechirgan emas. Kechirganlarimiz nayta az. Ular o'zining boshidan o'tkazgan bu siyaset jarayonlarini taqbir nazariy yükseklik ko'tarib chiqalagan emas. Moşundaq ahval asıda Amerika Qo'shma Shtatlari Uyg'urlarga ko'ngil bo'lib, bugungi Uyg'urning hozir jazo lageriga nazarband qilinishi va Xitoy hukumatining Uyg'urlarni yo'qotish siyosatining endi irq yo'qotish darajasiga ko'tarilganligini yetganda vatandosh, men dedim, siz bilan bizning tushunishimizga qaraganda bundaq belgilashning nimadan derak beradiganligi Xitoyga 5 qo'ldagi aya. Xitoy bu noktada qaltis düşün. Hani gördük, ben birleştiremeptimen ötkende hazır Qashqar, Janubiy Uyg'uristonni tamam degedek virus bilan okrojni qildi, yani bütün shahar yezi qishloqni qamal qildi. Bunun sebebini tunugizlarga so'zildik. Demak 23. kuni Amerika Qo'shma Shtatlarida bu gap o'tirg'i chiqdi davlat majlisida siyosiy salohiyat berish, musofirlik salohiyati berish Uyg'urlarga. 24. kuni Xitoy hukumati Qashqar, Janubiy Uyg'uriston viloyatlarini okrojni qildi, qamal qildi. Siyosat bilan birlikda. Endi biz sizga hozir qarab turing, Amerika Qo'shma Shtatlarining bugun tuyuqsiz yetib kelgan yana bir Amerika Qo'shma Shtatlarining O'rta Osiyo siyosati to'g'risida ona diqqat qiling vatandosh, nima deydi? Biz Afg'onistondan o'tib Hindiston orqali O'rta Osiyoni G'arb bilan bog'lashtirish tashabbus qilamiz. Siyosat O'rta Osiyoga kirdi. Tunigan irq yo'qotish deb jinoyat belgilash Xitoyning qilmish 60'larini
siyaset Orta Asiyaga kirip geldi. Biz insanlarda va vatandaşlar 2018 yıl 8. ayının 20. günü endi Tinch okeani strategiyasi. Biz şu vaqt Orta Asiya meselesini tahlil qilgan edik. Uyg'urlar meselesini andan oshirib tahlil qilgan edik. Bugun şu stratejik siyasetning konkret ifodasi va konkret yo'li qanday chiqdi? Mana ko'ring, Afg'oniston orqali Hindiston yoki Hindiston Afg'oniston orqali O'rta Osiyoga kirib, O'rta Osiyo davlatlarini G'arb davlatlari bilan tutashtirdi, bog'lashtirdi. Bu stratejik siyaset. Amerika Qo'shma Shtatlarining stratejik siyosati. Başta O'rta Osiyoga davlatlar tashqi ishlar ministrlari shunday debdi, cho'ng davlatlar ishiga aralashmasak, biz cho'ng davlatlar ishiga aralashib, ziyod zahmat tortmasak degan mazmunda so'zlagandek qilibdi. Bu tarix efendim. Mende yaxshi bilasiz, siz erkin muhitda cho'ng bo'libsiz, mustaqil davlatingizda fikrlariniz tozalanib bo'ldi, tarixingiz tozalanib bo'ldi. Mustamlikchilar yüklep qo'ygan yuklarni cho'rib tashlab etdingiz. Siz ozoda erkin fikr qilasiz. Bu muqarrarlik. Amerika Qo'shma Shtatlar O'rta Osiyoga kirdi, bu muqarrarlik va zaruriyat. Tarix belgilagan zaruriyat, zaruriyatning muqarrar yuz berishi. Muqarrar yuz beradigan shu hodisa Amerika Qo'shma Shtatlarining O'rta Osiyoga kirishi bu zarur. Qarshi emas. Biz Uyg'urlar ham O'rta Osiyolikmiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining O'rta Osiyoga kirishini qarshi olamiz. Ana debdi-ku, yordam, hamkorlik, tinchlik, jamiyat va ijtimoiy tuzilmani o'zgartirish, O'rta Osiyoda terroristlarga va zo'ravonlarga qarshi turish, tinchlik. Amerika Qo'shma Shtatlarining boshqa g'arezi yo'q. Hozir Uyg'ur masalasi ko'tarib chiqqanda-mi, tinch yo'l bilan hal qilasan, tinchlik. Zo'ravonlik qilolmaysan Uyg'urga. Zo'ravonlik qilsang vaqt uni gapi boshqacha gap bo'lib qoladi. Dunyoda xalqaro jamiyat qabul qilmaydi. Tinchlik. O'rta Osiyo uchun tinchlik. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining muqaddas siyosati bo'lib belgilan. Mana Amerika ovozi berilgan xabar vatandosh. Nima dedi? Hindiston, Afg'oniston orqali o'tib, O'rta Osiyoni G'arb dunyosi bilan birlashtirish. O'rta Osiyoni G'arb dunyosi bilan birlashtirmoqchi. O'rta Osiyoni siyosat, fikr va madaniyat, hamkorlashish va shundoqla bilim, madaniyat taraqqiyot, fan texnika taraqqiyoti. Ochig'ini aytganda, ideologiyalik o'zgarish bilan G'arb dunyosi bilan birlashtirish vaqti O'rta Osiyoni istiqbolini yoritib beradigan bir haqiqatdir vatandosh. O'rta Osiyoning istiqbolini yoritib beradigan bir haqiqatdir. Hozir Hindiston'u tahlil qildik. Hindiston bilan Amerika Qo'shma Shtatlari kelishim imzolagandan keyin o'xshash davlat mudofaa ministri Asper ham davlat ishlar kotib Mike Pompeo Sri Lankaga bordi. Bu yer qiziq maydon edi Sri Lanka degan. Xitoy hukumat uyasi dengiz portlarini Sri Lanka davlatining atrofini oriyat elib degandek. Bu yerda harbiy baza qurish taraddud qilayotgan paytlarda, garchi hozircha harbiy baza qurilmagan bo'lsa-mu, lekin mush yo'l bilan Xitoy hukumati endi okeanga kirib bu rayonni buddirab Qo'rishovga, yo'q, Qo'rishovga emas, o'zining ilk bosh qurishi elish kerak. Dal shu vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri Mark Esper bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Sri Lankaga yetib keldi. Oshkora aytdi. Xitoyning bu yerda turishi mumkin emas. Ham uni bir yo'l bir balmoq siyosatining bu yerga ta'sir ko'rsatishi mumkin emas. Biz Sri Lanka davlat va Sri Lanka xalqini o'ylab boqishimiz. Buning o'zi hozir davlat ishlar kotibi Mike Pompeoning yer shari xarakterli ittifoq qurib dedi, o'zimizning hamkorlash kuchlari, sheriklash kuchlari bilan birlashib, ittifoqlashib, Xitoyni yer shari bo'yicha yetim qoldirish, yer shari bo'yicha zarba berish obyektiga aylantirish. Yani bu ittifoqlikning nishoni. Yani xalqaro ittifoqlikning nishoni Xitoy hukumatini ayvashga keltirish. Buron
Sabık Sovetlarni qandaq ayvash keltirgan bo'lsa, endi Xitoy hukumatini ayvash keltiradi. Xitoy hukumat taraddud qilyapti. Hozir ko'rsatdik, Tayvan bo'g'izida ikki davlat hozir dal urush holatiga kirdi. Ortiqcha Jungo hukumati raisi Xi Jinping. Bu ishlar butunlay ortiqcha. Hozir 5-umumiy yig'inma oxirlashdi, bugun oxirlashdi dedi. Amerikaga signal tarqatdi dedi. Onu bugün ko'rib bo'lgandan keyin vatandoshlarga so'zlaymiz. Bu ishlarning hammasi ortiqcha deb qaraymiz biz Jungo hukumati. Faqat yo'l biz oldin kuniki leksiyamiz nima dedik? Yo'l. Gorbachevning yo'li. Izbasar Yelitsinning yo'li. Üçüncüsü Tayvandagi Gomindag'ni qo'rg'iliqqa chaqirib kelish. Bu Xitoylarning shirik orzu bo'lsa kerak. Lekin xalqaro tartib shunday ish bormi yo'qmi buni bilmaymiz. Vatandoshim, oxirida shuni aytayki, vatandosh irq yo'qotish jinoyati belgilangan hamon shu tartib, shu qoida ijro qilish burunqidagi ishga yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, Alloh sizlarga nusrat ato qilsin Uyg'ur xalqi.